Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa Samarqanddagi obyektimizni ham tugatib oldik, eson-omon. Bitta ko'rib o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Mana tashqari kazroylarimiz xudo xolasa mana alkafon stilida chotki bo'lib chiqqan. Mana ichkarilarimiz xudo xolasa yashik fasonda bo'lgan. Qo'lni qiroqlarga mo'krallashtirib, kazroylarimiz ham betlarimiz ham xuddi shu holatda. Mana qirg'og'i yashik, o'rtasi yashik. BID ham chiqib qoldi reklamaga mana. Mana bu katakchalarimiz ham o'ziga mos bo'lib, chiroylab qilingan. Kazroylarimiz ham mana xudo xolasa chotki. Bu yerdagi oyvonchamiz ham o'rtasiga ko'ndalang bo'lib tushgan yashigimiz. Bu yoq kazrogimiz ketgan. Bu yoqlari polni aylanib o'tgan, gir aylana. Bu yoqlari ham polni ketgan mana xudo xolasa. O'rtacha mana ichkaridagi liyimizni ham reklama qilib ketamiz mana. Qafasdagi borimizni.